Kechirasiz, xola, kimgadir o'xshatib o'rmangizmi? Tanimadingmi, albatta, men opangman. Opam, qiz bola payti qorayib ketaman deb uydan tugatgacha zontikda boradigan qiz. Kelin bo'lib saraton sosiq deb qora tapida deb agratijida ishlash nechta pul bo'lyapti? Voy, mana kiyimlarni muncha chala yudingiz kelin. Voy, uzr oja, hozir boshqatdan yuvib kelaman. Yig'di, buni kim urgatdi? Bir yuvishdimi? Yo'q, uzr so'rashdi. Qonunda ichaman hozir. Butun umr o'zi aybdor bo'lsa ham dadamga chaqirib meni mo'ybimni chiqargan odamni uzr so'rashi yozda chillasida qor yog'adi degandek gapda. Ovqat ekan shimda yuvib kelay. Voy, obichon qo'ying, kelin yuvadi. Uyda tuvlisigacha menga arttirgan odam edi, shimda yuvimishmi? Voy, uyaltirma ukajon. Go'shingni kiyma. O'zim yuvib kelaman. Bekor aytib aytdingiz, xudo xola endi bir chekka o'tkazib qo'llam chimcho'rib mamatala qilaveradi. Kelin, mana shu yerlarni polni shudgor qilasiz. Aha. Qo'ylarni patini tozalang. Aha. Sigirlarning tuxumini olib, tovuqlarni sog'ib qo'ying. Xo'p bo'ladi oyijon. Onasini debsin, uyda butun oilamizga bas keladigan opam kelin bo'lib toshbaqa uchadi desa, ha, faqat sal pastlab uchadi deydigan bo'lib qolibdi-ku. Bu opalar jonni qaynona osir ekanda. Voy, ukajon, musiqama hozirgina tozaladim. Tozalaysan ham, nimaga yaratirgansan bo'lmasa, kerak bo'lsa tuflimni ham tozalab qo'yasan, tushundingmi? Nima? Men hammasini tushunib oldim. Siz qaynonangizdan qo'rqasiz, ana shunga milayimgina pishakcha deb qo'ygansiz. Hozir Xudo xolaga bir o'z aytaman, jangingizni soladi. Xudo xola? Xudo xola? Xudo xola? Xudo xolang gashtakka ketdi. Uyda faqat ikkalamiz qoldik. O'ldi, opam qo'lidan endi meni ko'ndir makrigrab qutqara olmasa kerak.